Salom do'stlar, biz yana qaytdik. O'tgan galgi videomizda biz yer o'qidagi siljish haqida gapirgan edik. Siljish sababi asosan suv bilan bog'liq edi. Endi esa o'sha suv okean sathida ko'tarilmoqda. Nega? Chunki qiyomat muzligi erishi keskin ravishda kuchaydi. Aniq faktlarga asoslangan dahshatli ma'lumotlarni eshitishga tayyormisiz? Demak, biz boshladik. Tasavvur qiling, siz hozir Yer sayyorasining eng sovuq, eng tinch ko'ringan nuqtasidasiz. Atrof jim, shovqin yo'q, hayot alomatlari sezilmaydi. Faqat mana bu pingvindan tashqari. Lekin aynan shu sukut ostida dunyo taqdirini o'zgartira oladigan jarayon ketmoqda. Bu joy Antarktida. Bu nom esa allaqachon ommaviy tilga ko'chib bo'lgan. Qiyomat muzligi. Ilmiy nomi Thwaites Glacier. U hozir avvalgiga qaraganda ko'proq erimoqda. Sekin emas, jadal, oldingidan ham tezroq, beqaror va xavfliroq. Eng qo'rqinchlisi, bu haqda olimlar 10 yillar oldin ogohlantirgan, lekin insoniyat bu signalni yetarlicha jiddiy qabul qilmaganda. Endi esa tabiat o'zi javob bermoqda. Thwaites Glacier maydoni taxminan 120 ming kvadrat kilometrni tashkil qiladi. Bu deyarli Buyuk Britaniya hududiga teng. Lekin bu raqam oddiy statistika emas, chunki bu muzlik G'arbiy Antarktida muz qatlamini ushlab turuvchi asosiy tayanch nuqta hisoblanadi. NASA va boshqa ilmiy markazlarda ishlagan muzlikshunos olim Eric Rignat bu muzlik haqida shunday deganda: Thwaites G'arbiy Antarktida muz qatlamining eng zaif joyi. Agar u qulasa, butun tizim qulashi mumkin. Bu gaplar 2014-2015-yillar atrofida aytilgan. O'sha paytlarda bu fikrlar ko'pchilik uchun haddan tashqari pessimistik, hatto apokaliptikdek qabul qilingan. Lekin bugun satelit ma'lumotlari, radar o'lchovlari va okeanografik ma'lumotlar bu ogohlantirishlar asossiz bo'lmaganini ko'rsatmoqda. Asosiy muammo shundan iboratki, muzlik pastdan erimoqda, ya'ni uning ostiga nisbatan iliq okean suvlari kirib bormoqda. Bu jarayonni olimlar basal melting deb atashadi. Bu erish yuqoridan kun nurlari bilan emas, balki yer ostidan, ko'rinmas, lekin juda samarali tarzda kechadi. Britaniya Antarktika xizmati olimi Ted Scambos bu muzlik haqida gapirib, uni ommaviy axborot vositalarida Doomsday Glacier deb atashganini izohlab, shunday deganda: bu nom ilmiy atama emas, lekin xavf darajasini tushuntirish uchun qo'llanilmoqda. Chunki bu muzlik barqaror emas va biz uning orqaga qaytarib bo'lmaydigan bosqichga yaqinlashayotganini ko'ryapmiz. O'tgan asrning oxirlarida 1990-yillarda muzlik nisbatan barqaror deb hisoblangan. Keyinchalik 2000-yillardan boshlab NASA satelitlari uning har yili milliardlab tonna muz yo'qotayotganini qayd eta boshladi. 2018-yildan keyin esa erish tezligi yanada oshdi. 2020-2023-yillar orasida olib borilgan xalqaro Thwaites Glacier Collaboration loyihasi doirasidagi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, muzlik ostida katta bo'shliqlar paydo bo'layotgan, bu bo'shliqlarga okean suvi kirib, muzni ichkaridan parchalayotgani aniqlandi. Bu jarayon oddiy erish emas. Bu muzlik strukturasining yo'qolishi, ya'ni muzlik o'z og'irligini ushlab tura olmay qolayotganini bildiradi. Olimlar buni Marine Ice Sheet Instability deb ataydi. Bu nazariya 1970-yillarda olim John Merker tomonidan taklif qilingan. U o'sha paytning o'zida G'arbiy Antarktida muz qatlami okean ostida joylashgani sababli iqlim isishi ta'sirida to'satdan qulashi mumkinligini aytgan. Merkerning maqolalari o'sha davrda ham bahsli bo'lgan, ammo bugun qiyomat muzligi misolida bu nazariya amalda tasdiqlanayotgandek. Agar u to'liq yoki qisman qulasa, dunyo okean sathi taxminan 65 sm ga ko'tarilishi mumkin. Bu raqam kimlar uchundir kamdek tuyulishi mumkin, lekin ilmiy modellar shuni ko'rsatadiki, bu ko'tarilish zanjirli reaksiya boshlashi mumkin. Chunki buning ortida yana katta muz massalari bor. Ular tayanch vazifasini yo'qotsa,
bu muz massalari ham okeanga oqib tusha boshlaydi. Natijada suv sathi bir necha bor ko'tarilib ketadi. Bu esa Niderlandiya, Bangladesh, Maldiv orollari, Florida, Shanxay, Mumbay kabi hududlar uchun uzoq kelajak emas. Muhim tomoni shundan iboratki, bu jarayon bir kunda bo'lib qolmaydi. Lekin u chegaradan o'tsa, uni to'xtatish amalda imkonsiz bo'ladi. Shu sababli olimlar tipping point, ya'ni qaytib bo'lmaydigan chiziq haqida gapirishadi. 2021-yilda chop etilgan bir qator ilmiy ishlarda Thwaites bu chegaraga yaqinlashayotgani qayd etilgan. NASA muzlikshunosi Ian Howard intervyulardan birida shunday deganda: "Biz ushbu muzlikning nima qilayotganini to'liq tushunib ulgurmasdan, u allaqachon o'zgarib bormoqda." Bu so'zlar apokaliptik emas, bu ilmiy xavotir. Chunki biz bu muzlikni laboratoriyada qayta yasab, tajriba qila olmaymiz. Biz faqat kuzatamiz, o'lchaymiz va kech qolmaslikka umid qilamiz. Bugun u yerdagi iqlim muammosining ramziga aylanib bo'ldi. Chunki u bizga bir haqiqatni ko'rsatadi. Tabiat, ilm ogohlantiradi, lekin jarayon to'xtamaydi. Agar sabab yo'q qilinmasa, global isish, okeanlar haroratining oshishi, atmosferadagi issiqxona gazlari tartibga solinmasa, bu muammo bir davlatniki emas, bir avlodniki emas. Bu butun sayyora muammosi. Yerda apokalipsis xavfi yuzaga kelishi mumkinligiga ishora. Sekin-sekin ilmiy hisobotlarda, grafiklarda va satelit tasvirlarda ko'rinayotgan har bir erigan tonna muz bu kelajak uchun yozilgan qator. Lekin bu maqola qo'rqitish uchun emas, bu uyg'otish uchun. Chunki tarixda birinchi marta insoniyat bunday jarayonlarni oldindan bilmoqda, o'lchamoqda va nazariy jihatdan bo'lsa ham unga ta'sir qilmoqda. Ha, qiyomat muzligi parchalanmoqda va bu jarayon kuchayib borishda davom etadi. Lekin bu shuni anglatadiki, har bir kechiktirilgan gradus, har bir kamaytirilgan emissiya, har bir ilmiy qaror real natijaga ega. Oxirida shuni tushunish muhim. Qiyomat muzligi bu falokat ramzi emas, bu ogohlantirish ramzi. Agar biz uni faqat dahshat bilan esda qoldirsak, kech qolamiz. Mabodo uni sabab va yechimlar bilan bog'lasak, hali umid bor. Chunki insoniyat tarixda ko'p marta eng qorong'u nuqtada aql va ilm orqali yo'l topgan. Bugun ham shu tanlov oldidamiz. Tomoshabin bo'lib qolish yoki jarayon ishtirokchisiga aylanish. Muzlik erimoqda, lekin hali ham biz erimagan qadrimizni, mas'uliyatimizni va kelajak oldidagi javobgarligimizni saqlab qola olamiz. Agar hozir harakat qilsak. Ko'rishguncha.